Assalomu alaykum barchaga. Ushbu videoda biz matematika ustozlarimizga oylik 50% ustama beradigan GMAT va GOE xalqaro sertifikatlari haqida gaplashamiz. GMAT so'zi Graduate Management Admission Test so'zlarining qisqartirilgan shakli. Uning rasmiy sayti www.mba.com sayti. GMAT sertifikati iqtisodiyot yo'nalishida xalqaro universitetlar va xalqaro biznes maktablariga kirish uchun talab qilinadigan sertifikat. GMAT imtihoni test shaklida kompyuterda topshiriladi. Demak, siz uni Toshkent shahriga borib, test markazida topshirishingiz yoki uyingizda o'zingizning shaxsiy kompyuteringizda topshirishingiz mumkin. Ikkala holatda ham test kompyuterda ishlanadi. Ya'ni umuman olganda onlayn holatda. Toshkent shahriga test markaziga borib topshirishingiz bizada offlayn topshirish deb ataladi. Siz sertifikat olishingiz uchun siz GMAT imtihonini offlayn tarzda topshirishingiz kerak. Imtihon uchun jami 3 soat 7 minut vaqt beriladi va testda 4 ta bo'limga doir savollar bo'ladi. Birinchi bo'lim Analytic Writing Assessment Section, ya'ni Analytic Writing bo'limi. Bu bo'limda sizni asosan ingliz tili bo'yicha bilimingiz baholanadi. Ya'ni berilgan muammoga siz o'z fikringizni keyboard, ya'ni klaviaturadan foydalanib kiritishingiz kerak. Ikkinchi bo'lim Integrated Reasoning bo'limi. Bu bo'limda iqtisodiyotga doir diagrammalar, jadvallardan foydalanilgan biror masala beriladi. Siz o'sha masalani tahlil qilish jarayonida uni ichidan foydalanib, ichidagi ma'lumotlardan foydalanib javoblar berishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi bo'lim Quantitative Reasoning, ya'ni miqdoriy fikrlash bo'limi. Bu yerda matematikaga doir 31 ta savol bo'ladi. To'rtinchi bo'lim Verbal Reasoning bo'limi. Bu bo'lim asosan savollari ingliz tili, ya'ni sizni ingliz tili darajangizni aniqlash uchun yordam beradi. GMAT sertifikati o'sha sizni matematik, iqtisodiy va ingliz tili jihatidan bilimlaringizni aniqlab beradi. Masalan, IELTS sertifikati faqat ingliz tili uchun bo'ladigan bo'lsa, GMAT sertifikati olish uchun ingliz tili, matematika va iqtisodiyot bo'yicha bilimlar kerak bo'ladi. Iqtisodiy bilimlar asosan iqtisodiy masalalar yechish, shu taraflama qaraladi. 50% ustama olishimiz uchun biza Quantitative Reasoning bo'limida maksimal 51 balldan 37 balldan yuqori ball to'plashimiz kerak. Xo'p, biza asosiy e'tiborimizni Quantitative Reasoning bo'limiga qaratamiz. Test ishlash jarayonida ham agar siz 50% ustama uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, Analytic Writing, Integrated Reasoning va Verbal Reasoning bo'limlarini taxminiy belgilab o'tib ketishingiz mumkin. Xo'p, Quantitative Reasoning bo'limida demak aytdik, 31 ta test savoli beriladi yo'da 31 ta test savolini ishlash uchun 62 daqiqa vaqt beriladi. Maksimal ball 51 ball, 37 ball va undan yuqori ball olgan ustozlarimizga 50% ustama olishliklari uchun sertifikat beriladi. Xo'p, qaysi savol necha ball berishi, ya'ni baholash mezoni haqida aniq ma'lumot berilmagan. Masalan, mana bu savol 2,1 ball. Mana bu savol ham 2,1 ball. Yo'q, u yoqda unaqa gap yo'q. Baholash tizimini demak ochiqlanmagan, biz bilmaymiz, shunchaki ishlaymiz. Sayt bizni ishlagan misollarimizni qiyinchilik darajasiga qarab o'zi baholab beradi. Topshirish uchun ro'yxatdan o'tish va akkaunt ochish bepul. O'zingizni imtihon sanangizni olib, joyingizni aniq band qilib qo'yish uchun to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Test topshirish to'lovi $250. To'lovni amalga oshirish uchun Visa kartadan foydalaniladi. Demak, biz aytdik, ustama olishimiz uchun Quantitative Reasoning, ya'ni miqdoriy fikrlash bo'limida 31 ta test ishlashimiz kerak. Bu 35 ta testimiz ikki turdagi savollardan iborat, ikki turdagi masalalardan iborat. Problem solving, muammoni hal qilish va data sufficiency, ma'lumotlarning yetarliligi bo'limlaridan iborat. Qaysi bo'limdan nechta savol tushishi u aniq emas.
ikkalasi ham matematik savollar, joylari almashib keladi. Har bitta bo'lim va unga doir masala namunalari bilan keyingi videolarda tanishib chiqamiz. Endi GRE imtihoni haqida gaplashamiz. GRE so'zining kengaytmasi, GRE so'zining kengaytmasi Graduate Record Examination. Xo'p, uning rasmiy sayti ats.org sayti. GRE testi sertifikati turli yo'nalishlarda xorijiy mamlakatlarda magistratura va PhD o'qish uchun talab qilinadi. Ya'ni bu yoqda siz faqat iqtisodiy yo'nalishlar emas, boshqa sohalar bo'yicha ham topshirib olishingiz mumkin. GRE imtihoni ham test shaklda o'sha Toshkent shahriga borib, test markazida topshirilishi mumkin yoki uyda turib onlayn topshiriladi. Agar siz yoki farzandingiz masalan xorijiy davlatda magistratura o'qish uchun topshirmoqchi bo'lishsa, uni o'sha uyda onlayn shaxsiy kompyuterda foydalanib topshirish mumkin. Lekin olishimiz uchun biz o'sha Toshkent shahriga borib topshirilgan, offlayn topshirilgan GRE sertifikatiga ega bo'lishimiz kerak. Imtihon uchun jami 3 soat 45 minut vaqt beriladi. GRE testi 5 ta bo'limdan iborat. Birinchi bo'lim analytic writing, ikkinchi bo'lim verbal reasoning, uchinchi bo'lim quantitative reasoning, to'rtinchi bo'limi yana verbal reasoning testi, beshinchi bo'limi yana quantitative reasoning testi. Bu yoqda ham biz 50% ustama olishimiz uchun quantitative reasoning bo'limidagi testlarga e'tibor qaratamiz. Quantitative reasoning, ya'ni tarjimasi miqdoriy fikrlash. Bu yoqda jami bo'lib 40 ta test beriladi. Dastlab 20 ta, keyin 20 ta ketma-ketlikda. Ana shu 40 ta testdan 170 balldan, maksimal 170 balldan 150 balldan yuqori to'plagan o'qituvchilarimiz uchun oylik 50% ustama olish belgilangan. Bu yoqda ham qaysi savol necha ball berishi noma'lum. Topshirish uchun, demak, bu yoqda ham akkaunt yaratish va ro'yxatdan o'tish bepul. Imtihon sanangizni zaynat qilib, joy olish uchun to'lov $220. Xo'p, endi biz quantitative reasoning bo'limiga e'tiborimizni qaratamiz. Bu bo'limda 4 turdagi masalalar beriladi. Birinchi tur, demak, quantitative comparison questions. Ikkinchi tur multiple choice one answer questions. Demak, to'rtinchi tur multiple choice one or more answer questions. To'rtinchi turimiz numeric entry questions. Demak, har bir bo'limga doir misollarni keyingi videolar davomida alohida ko'rib ketamiz. Savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Barchaga rahmat.